Hasanboydagi o'zlarini kottejlarni anchadan beri ko'rsatmayotgandim, ko'rasizlarmi? O'sha hamma qo'shnilar kirib, ko'chib kelib yashashyapti. Bitta dona qoldi. 1.8 sotixligi qoldi. O'sha oxirgi chap tarafdagi. Asfaltlarni qilganmiz, fasad ishlarini qilganmiz. O'sha hamma qo'shnilar kelib, ko'chib kelib yashashyapti. Ko'chaning kengligi 5 metr bo'ladi. Oldi tarafda stenka qilib qo'yganmiz. 6 ta 7 ta mashina bemalol sig'adi. Uy ichiga ham sig'adi. Mana bir xil aytadi, deraza ko'rinadi ikkitasi, to'g'rimi deb. Yo'q, ko'rinmaydi. Pishgan g'ishtlardan qurilgan 1.8 sotuvlik. Hammasi sotilib bo'lgan. Bitta dona mana mashinasi qoldi. To'g'rilari alohida. Xonadan kirasiz, oyontelarni mana shu burchak qilib qo'yganmiz. So'klishlari ham tayyor holatda turibdi. Mana asosiy bino qurilish eshigi. Hech qaysi xonalar gulxoy emas. Koridordan kirasiz, o'ng qo'lda oshxona, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Bu kuxnya bo'ladi. Tepalariga plitalar tashalgan. Yonida yotoqxona qilib qo'ysalar, buni orqa taraf hovlisi bor buni. Yo'lda bitta mehmonxona. 165 kvadrat, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Bu birinchi sanuzel. Mana bu orqa taraf hovlisi. Tapchalarni qo'yib yozda maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Tepaga ikkinchi taraga chiqqanimizda mana shu koridor, katta xonalar birin-ketin joylashgan. O'ng qo'lda sanuzel, yonida bitta yotoqxona. Mana buning ichida sanuzel bor. Bitta rodительskiy qilib qo'ysangiz, ichida o'zini sanuzel bor. Oxirgi xonani ko'rsataman. Toshkent tumani Hasanboy mahallasida postdan Shintegidan 2 kilometr nariga chiqadi. Shu turishi 80 ming, podkulchqa beramiz 100 ming.